yaxshi natijalar kutyapman. Yaxshi tayyorgarlik ko'rgan, uxlamagan. Ishonamiz unga. Yaxshi o'qiydi. Shunga yaxshi natija kutib turibmiz hozircha. 4K xususiy maktabiga farzandlarimni olimpiadaga olib keldik. Farzandlarim bu maktabda o'qimaydi, lekin bu yerda tashkillashtirilayotgan olimpiadalarni muntazam kuzatib boramiz. Shu sababdan bir necha marta qatnashganmiz. Olimpiadalar haqqoniy o'tkaziladi. O'g'lim olimpiadalardan natijalar bilan qaytgan. Bu safar biz bitta emas, ikkita farzandimizni olib keldik. Natijalarni kutib qolamiz. Maktabga ham, tashkilotchilarga ham minnatdorchilik bildiraman. Men shu qizimni shu maktabda o'qiyotganida nevaramni xursandman. Albatta yaxshi natijalar kutamiz. Maktabining direktori Dilshod Olimovichga katta rahmatlarimizni aytib qolamiz. Mana shu olimpiadani tashkillashtirganligi sababli bizning bolalarimiz birinchi o'rinda o'ziga motivatsiya oladi va singlisi o'qiydi, bu yerda o'qiydi. Ikkinchi sinfda akasini olib keldim shu yerga musobaqaga qatnashish uchun, olimpiada bo'layotgani uchun. Yaxshi oliy o'rinlarni oladi, umidda o'tiribmiz. farzandingizdan qanaqa natijalar kutyapsiz? Albatta yaxshi natijalar kutyapman. Meni farzandim 4K xususiy maktabida o'qimaydi. Lekin xususiy maktabning olimpiadalari haqqoniy bo'lishi haqida eshitgan edim. Shu uchun olib keldim. Nasib bo'lsa, men ham ota-ona ham o'qituvchisi sifatida farzandimdan juda katta natijalar kutyapman. Albatta yutuqlarini ham ko'rib chiqaman. Shu kabi kamchiliklar ustida ham ishlayman. Nasib bo'lsa, bu yerda katta natijalar kutyapman farzandimdan. Shuning uchun ikkinchi farzandimni ham shu maktabga olib kelmoqchiman. Birinchi o'rinda shu olimpiadani tashkillashtirgan Jurayat Dilshod Olimovichga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Men Ochilov Behroz Turkiya English Akademiyada o'qidim. Hozirda Pazarg'um tuman 2-son ixtisoslashtirilgan maktabida o'qiyapman. Men avval 4K English School'ga tayyorlanishga kelganman va tayyorlanib 2-son ixtisoslashtirilgan maktab internatiga o'tganman. 4K English School'da olimpiada bo'layotganini eshitib, men ham qatnashishga qaror qildim. Bundan oldin ham ko'p olimpiadalarga qatnashgandim va ko'plab faxrli o'rinlarni egallaganman. Mening ismim Xirojiddin va familiyam Hasanboyev. Markazda 6 oy tayyorlanib, Samarqand shahar Al-Xorazmiy nomidagi ixtisoslashtirilgan maktabga kirganman. Olimpiada bo'layotganini eshitib, qatnashishga qaror qildim va eng zo'r natijani kutyapman. Juda katta sovg'a kutyapman va eng yaxshi natijani men qilsam kerak. Men qildim va eng zo'r sovg'ani yutib ketaman deb o'ylayman. Olimpiada zo'r bo'ldi, men 40 tadan 40 ta. Men orchalar bilan yetsam, yaxshi desam. Testlarda hammasini ishladim, eng zo'r o'rin olaman. Testni ishladim, planshetimni olib ketaman. Men bugun olimpiadaga qatnashdim va testdan 100% yechdim. Men bugun planshetni o'zim bilan olib ketaman. Testda zo'r ishladim, eng zo'r sovg'ani o'zim olib ketaman. Men bu olimpiadadan juda ham uzoq kutdim va juda ham qattiq tayyorlandim. Men o'zimga ishonaman. Men 105-maktabda o'qiyman. Va 4K English School'da musobaqa bo'layotganini eshitib, qatnashishga qaror qildim. Bu safar ham qatnashdim, eng zo'r natijalarni kutyapman. Olimpiadani intiqlik bilan kutdim. Bu olimpiadaga juda ham ko'p tayyorlandim. Natijani men qildim va eng zo'r sovg'ani o'zim olaman. Zo'r testni ishladim, kechqurun bilan uxlamay chiqdim. Zo'r ishladim, eng zo'r sovg'ani men olib ketaman. Juda to'g'ri yetishdim. Zo'r sovg'ani o'zim olib ketaman. At 4K English School on January 11th, 2026. Go change the world for the better with your intelligence. Top 3 kirgan o'quvchimiz 29 ta matematika va 29 ta ingliz tili ishgan o'quvchimiz bor ekan, oralaringda. Bu o'quvchimiz To'ychiyev Ulug'bek.
ta'limga va o'zingiz ustida ishlashingizga va o'zingizda qiyinchiliklarda majbur qilganingiz uchun va 4K Englishda chempionlar orasida mana shunaqa yutuqlarga erishganingiz uchun. Top ishtirokga kirgan o'quvchimiz 28 ta matematikadan, 26 ta ingliz tilidan ishlayotgan o'quvchimiz Bahriddinov Davron.